Zarina! Zarina! Nima bo'ldi? Nima gap, tinchlikmi? Chetga o't. Singlim. Singlim, poyezdga keling. Singlim, nima bo'ldi? Aka. Nima bo'ldi sizga? Iltimos menga yordam bering aka. Iltimos yordam bering. Zarina! Bu yerda nimalar bo'lyapti? Nimalar deyapsan? Aka. Tushunmadim. Aka bu meni zo'rlamoqchi bo'ldi aka. Nima deganing bu Zarina? Bo'ldi. Xudodan qo'rq. Hey. Kuyovlar keldi bo'laqa. Hop. Hey. Eshityapsanmi? Kel. Ey, senga gapiryapman. Yot. Muxlisa. Menimcha qizimizga bor haqiqatni aytish vaqti keldi. Dadasi. Hali ertamasmikan? Yo'q. Vaqt yetib keldi. Dadasi. Qizimizni ko'ngli sinmas edi deb qo'rqaman. Meni bu haqda o'ylamagan deysan-da? Yo'q, dadasi. Noto'g'ri tushundingiz. Unaqa deb o'ylaganim yo'q. Shahzoda, bo'ldimi? Bekini bo'ldingmi? Yo'q. Mana toping, dada. Shahzoda. Mana hozir topib olaman. Shahzoda qayerda ekan, ha? Men bu Qayerda yerdaman. qoldi ekan bu?
Voy, mana topdim. Voy, mana ona qizim. Dadajon, ot Asal bo'ling. qizim. Ot bo'lingmi? Ha. Xo'p, bo'ladi. Seni zo'rg'a topdim, ha? Qani, bo'l. Chiqa qol. Ana. Tik 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 tik. Tikka turganda otda. Mana yiqilib tushding-ku. Uni quzim mana. Dadajon, yana ot bo'ling. Xo'p, bo'ladi. Yana bo'lsa? Mana. Chiqa qol. Vo, mana. Shahzodani oti bor. Ha? Shahzoda, menga ham otingni berasanmi? Yo'q, bermayman. Ot meniki. Bermaysanmi? Yo'q, berilmaydi. Hozir otingni olib qo'yaman. Bu shahzodani oti, ha? Qizim? Bermaymiz, Otingni ha? olib qo'yaymi? Yo'q, Otingni olib qo'yaman. Qani, 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 qani. Yo'q. Voy, sekin. Voy, ehtiyot bo'linglar. Voy, Bolajonim. jonim. Charchadingizmi? Voy, asal qizim mana, ona qizim mana. Uxlamaysizlarmi endi? Ha, onasi? Kech bo'ldi-yu. Charchadi bu, uxlasin. Xo'p, bo'ladi. Kim bilan uxlaysiz bugun? Dadam bilan. Mana. Voy, asal qizim, oyijon bilan uxlamaysanmi? Yo'q. Ha, bo'pti. Adangni mahkam quchoqlab uxlagan, xo'pmi? Xo'p. Siz shahzodani o'rinda uxlaysiz. Shahzoda Yo'q, men bilan uxlaydi. To'g'rimi qizim? Ha, bo'pti. Ona qizim mana. Bo'pti. Yaxshi dam olinglar. Bo'pti. Biz Yaxshi uxladik. dam oling. Ko'zingni uxla. Ocham qilib uxla. Mana. Bo'ynidan ocham qo'y. Bo'ynidan ochamla. U mana asal. Hozir ishlarimni qilib olay. Mayli. Mayli, kutamiz. Ona qizim mana. Oshol qizim, shakkor qizim mana. Tezroq kelarsiz? Uxlab qolmaylik, tezroq keling. Xo'p. Xayrli tun. Voy. Xayrli tun. Bosh miya o'simtasi deyilgan, bosh miya gipofiz bezida katta o'simta bor deyilgan, 18 mm maniki. Keyin menda ko'p sudurgi bo'lardi, sudurchining bo'lib qolgan edim. O'zim yo'qotib qo'yardim, til ketib, tirishish, shunaqalar bo'lar, holsiz bo'lardim. Boshim juda kuchli og'riq bo'lardi, hatto sajda ham qila olmay qolgan paytlarim bo'lganda. Men bu Halila mahsulotini 3 oydan beri iste'mol qilib kelyapman. Natija juda ham yaxshi, o'zim kutgandan ham a'lo darajada. Shu boshda ko'ngillanadi, bu men hech qanaqa unaqa bo'lmadim. Men hatto bunga qiziqib ham ko'rmadim, ichida nima giyohlari boriga, chunki astoydil ixlos qildim bu narsaga. O'sha meditsina tomonidan davo topa olmadim men, to'g'risini aytaman. Menga doktorlar o'sha operatsiya, keyin kimyo nur beramiz deyishgan, men bu narsaga rozi bo'lmadim. Bu shifo Allohdan ekan. Men alhamdulillah ichyoman, hozir yaxshiman. O'zim yaxshi his qilyapman-da. Natijasi yaxshi yomon emas. Chunki o'zimga bilinyapti, bemalol sajda qila olaman, namoz o'qiy olaman. Oldingidan ancha yaxshi ahvolim. Xudoga shukr qilaman. Voy, mana qo'lida oq puli borib keldi. Voy, tegmanglar, qo'lingni tegma dedim. Yur ketdik o'rtoq. Ko'rsatsang bir joyingga borarmidi? Tegmanglar, qochinglar. Dadajon, oyijon, meni kechiringlar. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Sarvinoz, bo'la qol. Xo'p, hozir oyijon, hozir chiqaman. Oyijon, dadajon, meni kechiringlar. Qizim, Oyi? nima qilyapsan? Oyi, darslarimni qilayotgandim.
Bo'la qoldiz, hali qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Hali ham kiyimlaringni almashtirmagansan. Hozir chiqaman oyi. Tezroq chiqqin. Xo'p, hozir. Yo'q. O'zi uchrashib ko'rdingizmi? Menga qara. U qiz menga umuman to'g'ri kelmaydi. Nimaga? Yoqmadi. Voy, nimaga yoqmaydi? Yaxshi qiz-ku. Bilmayman. Umuman. Bilasizmi, men gaplashgan qizlar hammasi chiroyli. U qiz ham chiroyli qiz. O'zi ko'rdingizmi? Yo'q, uni ko'rinishi ham, o'zi ham yoqmadi. Qomatini-ku umuman gapirmasa ham bo'ladi. Yo'q. Ha, mayli, o'zingiz bilasiz. Tushunarli. Yana o'ylab ko'rsangiz bo'lardi lekin. Ha, aytyapman. Yana takrorlayman. Menga qara. Mayli, unda men boshqa qiz topaman. Ha. Bir qara, atrofingda qizlar ko'p-ku. Chiroyliroq. O'zing bilasan. Boyroq demoqchi edim. Mayli. Bo'pti, hali gaplashamiz. Nega, nima bo'ldi? Meni chaqirib qolishdi. Ha, Bo'pti. mayli. Xo'p. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Choy tayyor bo'ldi. Keling, choy Yo'q, qo'ying. men ketdim. Shosh turgandim. Ulgurmayman. Bora qolay. Choy ichmaysizmi? Keyin yo'l-yo'lakay ichib olarman. Har doim shunaqa qilasiz, a? O'zi oxirgi marta qachon birga o'tirib nonushta qildik? Menga befarq bo'lib qolgansiz. O'zi sezib turibman. Saida. Qo'y, ertalabdan boshlamagan. Men ham bekorchi yurganim yo'q. Seni deb, bolamizni deb yuribman. Ertalab ketasiz, yarim kechasi kirib kelasiz. Oila, farzand, umuman qizig'i yo'q sizga. Biz o'zi bormizmi hayotingizda? Saida. Bo'pti. Ertalabdan kayfiyatimni buzma. Bugun kechki seni yaxshi ko'rgan o'sha restoranga boramiz. Yana aldayapsiz. So'z beraman. Bo'ldi. Kelishdikmi? Bo'pti, boring. Yaxshi o'tir.
Xo'p, aziz o'quvchilar, bugungi darsimizni uyga berilgan vazifalarni takrorlashdan boshlaymiz. Qani Said, chiqing doskaga. Xo'p bo'ladi, Va ustoz. sizga beriladigan savolimizni diqqat bilan eshitib, javobni berishingiz kerak. Eng qadimgi tosh davrini biz qanday davr deb atadik? Tarixda yangi tosh asri davri nima deb ataladi? Ustoz, men javob bersam bo'ladimi? Qani, o'zidan so'raylik-chi. Xo'sh, javob bormi? Kimda bor javob? Ustoz, Marhamat. men javob bermoqchiman. Qani, kim javob beradi? Yangi tosh davri neolit deb ataladi. Barakalla, juda to'g'ri. Saidjon, nima ekan qaytaramiz? Nima deb atalar ekan? Neolit. Dars tayyorlash kerak. Agarda har darsda mana shunday tayyorlanmasdan keladigan bo'lsak, sinfdan sinfga o'tishingiz juda katta savol bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Tushundim. O'tiring joyingizga. Xo'p, ustoz. O'tiring. Xo'p. Eng yaxshi o'quvchilarimizdan birini chaqiraylik-chi. Sarvinoz, shu yerdami? Sarvinoz, qani, chiqing. Sarvinozga savolim alohida. Tarixda hammamizga ma'lum 9 yashar bolaning suyak qoldiqlari topilgan. Bu bola eng qadimgi tosh davrida yashaganligi ma'lum. Lekin ana shu suyak qoldiqlari topilgan g'or va tog'ning nomi. Va bu g'or bilan tog' Sarvinoz Toshkent viloyatining qaysi joyidan topilgan? Bilganlar bo'lsa qo'l ko'taramiz. Ustoz, bu darsga tayinlanmasdan kelgandim. Maylimi, keyingi dars aytib bersam hammasini? Eng ishongan, eng suyangan o'quvchilarimizdan shu javobni eshityapmizmi? Sarvinoz? Labbay. Sendan bunday javobni kutmagandim. Ustoz, Sarvinozni urishmang. Dadasiga aytib beradi. Jim. Bu nimasi? Sarvinoz keyingi darsga albatta tayyorlanib kelib, hamma savollarimizga javob beradi. To'g'rimi? Xo'p, ustoz. O'tiring. Ishonchimiz, umidimiz katta bu qizdan. Xo'sh, bugungi mavzuyimiz tarixni davrlarga bo'lib o'rganish. Xo'p, bolajonlar, diqqat qilamiz. Tarixni o'rganishda olimlar davrlarga bo'lishgan. Aziz bolajonlar, men doskaga hozir nima yozsam, xuddi mana shunday qilib daftaringizga yozishingiz kerak. Faqat imlo xatolikka yo'l qo'ymasligingiz kerak. Davom etamiz. Bo'pti. O'zi senga bekor gapirdim. O'zim o'rgilay bolajonim. Assalomu alaykum, oyi. Issiqqina choy olib keldim. Birga ichamiz. Ol bolam, Rahmat. choydan ich. Oyi, oyijon, Eshitaman bolam. nima, meni tushingizda ko'rdingizmi deyman, a? Tinchlikmi? Nimaga unday deyapsan? Bugun juda boshqachasiz. Voy bolam, sen meni baxtimsan. Xo'sh? Nima gaplar o'qishingda, maktabingda, o'rtoqlaring bilan? Oyi, kecha o'rtog'im bitta taklif qiluvdi. Maktabdan keyin trenirovkaga borsam bo'ladimi? Xo'sh. Birga shug'ullanamiz deyapti. Xo'p bolam, bora qol. Voy, oyijonim, rahmat. Oyijonim. O'zimni oyijonim, mehribonim. Siz yaxshi ko'raman, oyijon. Sen meni baxtimsan, quvonchimsan. Oyijonim, mehribonim, sizni yaxshi ko'raman.
Mayli oyijon, shu xabarni tezroq o'rtoqlarimga yetkazay. Faqat o'zingni Men ehtiyot qil. o'rtoqlarim yoniga ketdim oyijon. Xo'p. Ey. O'tiraverasanmi shunaqa jim? Nima deysan? Bilasanmi? Kecha shunaqangi zo'r qiz bilan tanishdim. Agar xohlasang seni ham tanishtirib qo'yaman. Ey, menga qara. Qachongacha shu qizlaringni gapirasan, ha? Ey. Bunisini bitta ko'rsang, sen ham yoqtirib qolasan. Bunisi umuman boshqacha, u qizlardan farq qiladi. Xohlaysanmi ertaga tanishtirib qo'yaman? Undan ko'ra Doniyordan xabar bormi? Qo'ysang-chi o'shani. Yurgandirda, u yoqda. Ish qidiribmi, ishlabmi, mardikorlik qilibmi? Hozir kelgani bilan bizdan pul so'raydi. Menga qara, mardikorlik qilsa ham o'z peshonasi bilan pul topyapti. Bo'pti. Siz o'qimishli, aqllisiz. Biz bo'lsa kalta fahim, to'g'rimi? Bore. Senga o'zi gapirib ham bo'lmay qopti. Yana do'stingmish. Bola, Baxtiyorcha. Ey, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Hammasi joyida. Kimnidir ko'rib qoldingmi? Ey, yop eshikni, ketamiz. Bo'ldi. Sen ham eshitdingmi? Nimani eshitishim kerak? Xo'jayin, hamma topshiriqlarimizni bajardik. Siz aytgan mollar hammasi yetib keldi. Biz hamma hujjatlarni tayyor qilib qo'ydik. Shularni bir tekshirib bersangiz bo'ladi. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Tezroq ishlarni bajaringlar. Tez. Bo'shashmang. Va alaykum assalom. Uzr, xo'jayin. Xo'jayin, endi e'tibor bermaysiz-da. Ha, mayli. Ishchilar, Xullas, aha. mana ancha bitib qoldi. Xullas, suvoqlarni bitkazasan. Undan keyin bugun yana hozir 5 mashina qum keladi. Xo'p, Qabul qilib olasan. Xo'p. Xo'jayin, ko'rganingizdek hamma ishlar siz aytganingizdek joyida. Xudo xolasa ishonchingizni oqlaymiz. Mana shu 3 oyda topshirishimiz kerak bo'ladi. Xavotir olmang, xo'jayin. Xudo xolasa 3 oyga ham bormaydi. Va alaykum assalom. 3 oyga ham bormaydi bu xo'jayin. Hammasi siz aytgandek bo'ladi. Yaxshi. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muqaddas opa, Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Eson-omonginamisiz? Xudoga shukr. Xonadonlar tinchmi? Kelin Rahmat, yaxshimi? o'zingiz yaxshimisiz? Bolalar hammasi eson-omon yurishibdimi? Rahmat, yaxshi. Onam jo'natuvdilar. Uyga borganingizda shaharga ketishda kirib o'tsin. Berib oladigan narsalarim bor degan ekansiz. Shunga kelgandim. Juda ham yaxshi qilibsiz-da, bolajonim. Shu qizimga berib yuboradigan bir ikkita narsalarim bor edi. Shuni olib borib bersangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Mayli, olib chiqing. Kiring uyga. Yo'q. Shoshib turuvdim. Ha, mayli. Men hozir tez olib chiqaman. Kutib qolmadingizmi? Yo'q. Mana. Chiqdingizmi? Ha. Mana shumi? Shuni berib qo'ysangiz. Mayli. Yaxshi o'tiringlar.
Xo'p. voy esim qursin to'xtang kontrakt uchun asrab qo'ygandim-da shu judayam zaril ekan shuni tezroq olib borib bering iltimos sizdan Mayli, xola. mana Xo'p. mayli Yaxshi o'tiringlar. oq yo'l Bir duo qiling. ilohi omin oy borib omon qayting yo'lingizni ravon qilsin allohim Omin, alloh Alloh panohida asrasin Mayli. allohu akbar Yaxshi o'tiringlar. borib keling Xo'p. salom deng so'rab qo'ying Xo'p. assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qo'lingiz qalay? Yaxshi, ancha yaxshi. Salomat bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Dildor, sen Ha, men. Yaxshimisiz? yaxshimisan? Rahmat. Ishlarim bor edi, ketishim kerak. Mayli. Yaxshi keldingmi? Ha, rahmat. O'tir. Xo'p. Assalomu alaykum. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Kechirasiz. Bu yerda Zarina degan qiz turmasmidi? Я вас не понимаю. Zarina, qizlar, девочки, o'qiydi. Что? Haligi Zarina, studentka. Зарина живет на 3-м этаже. Ha, uchinchi. Да, на 3-м этаже. Pastda. Да, внизу, на 3-м этаже. Rahmat. Кстати, Зарина не очень хорошо девушка. Передайте ее, пожалуйста, чтобы она не водила мужчин к себе домой. Иначе мне придется подать в милицию. Имейте в виду. Xo'p. Rahmat. Спасибо. Всего доброго. Rahmat. До свидания. До свидания. Bo'pti jonim, ehtiyot bo'lgin. Bo'pti, gaplashamiz. Yaxshi boring. Murod aka. Aka?
Zarina? Ha, assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha, Men adashdimmi deb o'ylabman. yo'q. Nega adashasiz? Biroz chalg'ib, charchab qolib eshitmayman. Mayli. Qishloqdan keluvdim. Oying posilka berib yubordi. Mana, qishloqdan. Tushunarli. Aytmoqchi, sumka ham berib yubordi. Hozir men tushib olib chiqaman. Aka, ichkariga kiring, choy poy iching. Kira qoling. Qanaqa bo'lar ekan? Voy, bitta qishloqdanmiz-ku. Akamsiz-ku, kiring. Voy, kira qoling. Mayli. Kiravering aka. Keling aka, bexijolat kiravering. Voy, uyga ahamiyat bermay ishlar bilan bo'lib, qarashga ulgurmagan edim. Bexijolat. Hozir choy qo'yaman. Siz o'tiring aka. Xo'p. Aha. Toshkentning mevalaridan yeng aka. Yaxshi. Ovora bo'lma, Zarina. Voy, nimasi ovora? Hech ham ovorali joyi yo'q. Men shoshib turgandim-da o'zi. Bir piyola choy ichirmasdan ketkizgani qo'ymayman. Hozir choy qaynaguncha siz meva kesib tursangiz bo'ldi. Hozir choy ham qaynaydi. Bemalol o'z uyingizdek his qilavering. Qishloqda kelinoyim, jiyanlarim yaxshimi? Rahmat, yaxshi hammasi. Hammasi salom aytib yuborishdi. Salomat bo'lishsin. Ha jongina. Tinchlikmi? Tinchlik. Qayerdasiz? Nima gap? Yana kimni ilintirding? Tinchlikmi? Bilganingizni qiling. Tezroq kelishingiz kerak. Bilasiz-ku? Bilaman. Qarmog'imni ilmog'i o'tkir. Lekin bilasan masalan, baliqlarga berayotgan xo'raging hech menga nasib qilmadi-da. Cho'zilmasdan tezroq yetib kelasizmi? Asalam, sen meni chaqirasan-u men bormaymanmi? Albatta boraman. Hozir 5 daqiqada formamni kiyaman-u darhol uchib boraman. Aytgancha. Yana qattiq gapirib o'tirmang. U qishlog'imdagi mahalladoshim. Asalim, qarindoshlaringning oldida bu kim bo'pti? Tanishim bo'ladi. Bilasan-u. Yaxshi gapirib ishni hal qilganman, to'g'rimi? To'g'ri. Tezroq yetib keling. Men ungacha grim qilib tayyor turaman. Bo'ldi, tushundim. Hozir yetib boraman. Xolamlar ham yaxshi yurishibdimi? Ha, yaxshi hammasi, yurishibdi. Keldingizmi? Men keldim. Eshikni ochib qo'y. Zarina! 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 Nima bo'ldi? Nima gap, tinchlikmi? Chetga o't. Singlim. Singlim, poyezdga keling. Singlim, nima bo'ldi? Voy, aka,
Nima bo'ldi sizga? Iltimos menga yordam bering aka, iltimos yordam bering. Zarina, Bu yerda nimalar bo'lyapti? nimalar deyapsan? Aka. Tushunmadim. Aka bu meni zo'rlamoqchi bo'ldi aka. Nima deganing bu Zarina? Bo'ldi. Xudodan qo'rq. Zarina, O'zingizni bosing, yaqinlashma. Yaqinlashma dedim. Zarina, Yaqinlashma. Uyimga kirgizgan edim. Uyda hech kim yo'qligini bilib menga Xudodan qo'rq, nimalar deyapsan Zarina? Bo'ldi. O'chir ovozingni. Qani, ichkariga kir tez. Ichkariga kir tez. Bu tuhmat qilyapti. Qanaqasiga tuhmat qiladi? O'zingizni bosing. Zarina, axir Hammasini hal qilamiz. Qani ichkariga kir. Oldimga tush. Bo'l tez. Kir ichkariga. O'tir. Tuhmat qilyapti bu. O'zingni bos, o'tir. Qo'y yuboring. Bir boshdan Tuhmat gapir. qilyapti. Nima bo'ldi? Zarina, nima qilganing bu? Hech kim Xudodan qo'rsang tuhmat chaqir. qilyapti. Nima bo'ldi o'zi? Ochig'i bilan, yotig'i bilan tushuntirib beringlar. Aka. Qishloqdan odam pul narsalar jo'natgan ekanlar. Shu gap rostmi? Ha, rost. Xo'sh, keyinchi Pul bog'idan kelib, uyda hech kim yo'qligini bilib, menga tegajalik qilmoqchi bo'ldi. Yolg'on. Yolg'on gapiryapti. Qanaqasiga yolg'on? O'z ko'zim bilan ko'rib turibman-ku. Tuhmat qilyapti. Zarina, qishloqda ikkita bolam bor. Uvolega qolasan. Xudodan qo'rq. Ikkita bolasi bor odam qiz bolaga tegajalik qilmoqchi bo'ladi. Yolg'on gapirma. Yolg'on gapirma deyapman. O'zingni bos. Nimalar qilyapsiz? Senga ko'rsatib qo'yaman. Qo'yib yuboring. O'zingni bos dedim. Qishloqda sharmanda bor. Zarina. Xudodan qo'rq, Zarina. Oynamga nima deyman? Singlim, qo'rqmang. Yuring menga bo'lgan voqeani boshdan oxirigacha gapirib bering. Bo'ldi, o'zingizni bosing. Qani endi bir boshidan gapiring. Nima bo'ldi? Qalay, bu safargi grimim yaxshimi? O'tgan safar gapiruvdingiz. Ajoyib. Menga qara, buni pul-muli bormi o'zi? Men ham qayerdan bilay? Birinchi marta ko'rib turibman. Qishlog'imizda yurardi mashinasini haydab. Xo'sh, nima qilamiz? Bunga yengilroq qilmasak bo'lmaydi. Qo'shnim bo'ladi-ya. Menga qara. O'tgan safar bu qarindoshim deding. Bu qo'shning bo'lsa, menga qizig'i yo'q, u seni qarindoshing bo'ladimi, qo'shning bo'ladimi? Tushunarli-a? O'sha qarindoshlaringning oldida bu kim bo'pti? Endi Hech kim? aka hamma o'ziga mosini topadi-da. Aka emas, jonim. Tushunarli-a? Azamat aka jonim. Menda ham yurak bor. Bularga ozor bersam, yuragim qiynaladi. Yo'q, senda yurak bormi? Haligi shu yuragingni eshitib ko'rsamchi, bormi, yo'qmi, a? Qani? Kalit. Yaxshilab gaplash. Quruq ketmayman bu yerdan, tushunarli-a? Qachon yaxshi gaplashmaganman. Qaraginda, meni vaqtim pul turadi. Voy. Bo'la qol tez-tez. Zarina, Murat aka, men sendan hech bunaqasini kutmagan edim. Nimalar qilganing bu? yaxshi o'tiribsizmi aka? Toshkentning mevalaridan ham yeyishga ulgurmabsiz. Men seni tushunmadim. Singlim deb oldinga kelgandim. Nima qilganing bu? Murat aka, bo'ldi. Tinchlaning. Men militsiya xodimi bilan gaplashdim. Bu yerda ozgina tushunmovchilik bo'pti. Murat aka oxirgi paytda meni kimdir kuzatib yuribdi. O'shanga militsiya xodimiga aytib, ogohlantirib qo'ygan edim. Uni siz deb o'ylabdi. Tushunmadim. Nimalar deyapsan? Menga bularning nima aloqasi bor? Murat aka,
hozir hal qilmasak qamalib ketasiz. Qamalib ketishni istamassiz, to'g'rimi? Boya aytganingizdek, xotiningiz, kichkina bolalaringiz bor. Ular ko'zingiz oldidan lip-lip o'tishmayaptimi? A? Qancha? Aka, qancha bo'lsa ham bering. Pul qo'lga kira. Mayli. Bo'shat. Mana bu boshqa gap. Mana. Yonimda bori shu. Bo'ladi aka. Yo'qdan ko'ra bor-ku. Bo'lmasa, siz o'tirib turing. Men muammoingizni hal qilay. Borib, gaplashay. Bu esa sizga. Tavba qildim. O'tiribsanmi? Xullas, Zarina menga hammasini tushuntirdi. Menga qara. Boshqa bunaqa ish qilmagin, tushunarli? Tushunarlimi dedim. Bo'ysan. Murod aka, sizni o'zim kuzatib qo'yaman. Qishlog'imiz kichkina. Bu gap yana qishloqqa yetib bormasin aka. Bu yerdagi gap shu yerda qolsin. Bir anglashilmovchilik bo'ldi-da. Buni onam bilsalar, qattiq siqiladilar-a. Onam bildi degani, siz oilangiz ham bildi degani. Oilangiz bilishini xohlamassiz-a? Yana sizni oilangizga ham bir gap bo'lib qolmasin taqdir. Qo'y. Xavotir olma. Men oilamga bir gap bo'ladigan bo'lsa, seni tinch qo'ymayman. Tushundingmi? Qoch yo'limdan. Sen hayot bo'lmaysan u paytda. Aka, shoshilmang. Qishloqdan kelgan mevalarimiz bor. Olishim kerak. Xavotir olma. Bu mevalarni o'zim yeyman. Qani, chiqaring. Qancha beribdi? Xullas. Xo'sh, qancha ekan? Ma, bu senga. Aka. Tilanchiga o'xshayapmanmi? Bu yerda kam-u? Nima? Milliarderni ilintirdim deb o'yladingmi? Olgan pulimiz kelganimga ham arzimayapti. O'zi buni minib yurgan mashinasini olishimiz kerak edi. Mayli, Azamat aka. Yo'qdan ko'ra bor-ku. Bir kun undoq, bir kun mundoq. Bu o'zi bechora. Qishloqdan shaharga, shahardan qishloqqa odam tashiydi. Taksistlik qiladi. Shunaqa degan. Shu ham bor ekan cho'ntagida. Bo'lmasligi ham mumkin edi. Ha, tushunarli. Bilasanmi? Senga bir gap aytmoqchi edim. Qanaqa gap? Bu gapni qulog'ingga aytmasam, bo'lmaydi. Qulog'im sizda. Azamat aka jonisi.
yo'qlashmang. Aytgancha, bir joyga borishim kerak edi. Esimga tushib qoldi. Har doim shunaqa, bizga kelganda qandaydir ishlari chiqib qoladi, yo qayergadir bormoqchi bo'ladilar. Mana shunaqada daryoga kelamiz u atrofida yuramiz, suv icha olmasdan qaytamiz. Shunaqami? Aka. Bir kuni o'sha daryoda cho'kib ketmang tag'in. Voy. Siz meva-chevalardan olib turing. Axir siz uchun qishloqdoshim mevalar tozalab qo'ydi-ya. Hech bo'lmasa olmaylik. Mana shu meva ham suvga to'yingan-ku. Bir kun men ham suvga to'yarman. Sarvinoz, to'xta, nima bo'ldi? O'rtoq, qo'yur. Sinfda ko'rdingmi nima bo'lganini? U ahmoq gapiraveradi. Siqilmagin. Yur undan ko'ra darsga kiramiz. Yo'q, o'rtoq, kirgim kelmayapti. Kirmayman darsga. Men ularni ko'rishni xohlamayman. Bugundan boshlab maktabga ham kelmayman. To'xta. Sen o'zi aqlli qizsan-ku, u ahmoqlarning gapiga e'tibor bermagan. Sen bilan men yaqin o'rtoqmiz, to'g'rimi? Darsga kirib har doim birga o'tiramiz-ku. Yur ketdik. Yo'q. Bo'lmasa o'qituvchimiz urushib beradi. Yo'q, o'rtoq, kirmayman maktabga. Yur, kirishni xohlamayman. Yo'q, o'rtoq. Sen u ahmoqlarni eshitma. Yo'q, o'rtoq, kirishni xohlamayman. Sen kirgin darsga, men ertaga kiraman. Sen boravergin. Aniq kirasan-a? Ha, aniq kiraman. Bo'ldi. Aniq ertaga kirasan-a, Ha, o'rtoq? o'rtoq, ertaga kira qolaman. Sen boravergin darsingga. Bo'pti unda. Bo'pti, o'rtoq. Qizim. Qizim. Oyijon? Uzr, kelganingizni sezmay qolibman. Nima qilib o'tiribsan? Sen uxlagansan deb xabar olgani kelgandim. Nega uxlamayapsan qizim? Ertaga vaqtli turishing kerak. Darsing bor. Maktabing bor. Oyijon. Men boshqa maktabga bormayman. Voy, bu nima deganing? Borgim kelmayapti u maktabga boshqa. Nima bo'ldi qizim? O'qituvchilaring gapirdimi yoki sinfdosh dugonalaring bilan janjallashib qoldingmi? Yo'q. Oyi, dadamga ayting, maktabga o'zlari olib borsinlar. Muammo shumi qizim? Bo'ldi. Bo'ldi qizim. Albatta aytaman dadangga. Ertaga o'zlari maktabingga borib, o'zlari olib keladilar, xo'p? Bo'ladimi? Ha, oyijon, bo'ladi. Aqlli qizim o'zimni. Bo'ldi. Tura qol endi. Yotgin, xo'p? Ertaga maktabga borishing kerak. Dadangga aytib qo'yaman, xo'p? O'zlari olib boradilar. Men unda uxlashga tayyorgarlik ko'raman, xo'p? Bo'pti. Rahmat oyijon. Yaxshi dam oling. Chiroqni o'chirgin.
uni qaragan. Dilshodga bilasanmi, faqat qizlar kerak. To'g'ri, to'g'ri. O'ynashini qaragan. Mazza qilyapti. To'g'ri. Ey, qalaysan? Yaxshi o'tiribsanmi? Yaxshi bo'lganda qandoq krasavchi? Ey. Ey, Nima deysan? charchamadingmi? Yo'q desa ham bo'ladi. Ana u qizni ko'ryapsanmi? Ha, ko'rdim. Senga aytgan qizim mana shu bo'ladi. Chiroyli-a? Qani ketdik. Mazza qilib o'ynaymiz. Yo'q, Dilshod o'ynamayman. O'tirgani kelding bu yerga? Tursang-chi. Yo'q, Dilshod, sen o'ynayver, meni tinch qo'y. Hozir. Turmaysanmi? Tur. Sen boraver, Dilshod. Bo'pti, bilganingni qil. Sen yurmaysanmi? Yo'q, rahmat. Bo'pti, o'tiraverlaring. Odamlar bora. O'zimizni alohida qilganda. Senga bir gap aytmoqchiman. O, ana bolani ko'ryapsanmi? Bizni erkatoyimiz. Mening eng yaqin do'stim. Xullas, o'shani ko'ngliga yo'l topishing kerak. Qo'lingdan keladimi? Krasavchigu. Tushunmadim. Xullas, istasang agar ko'ngliga yo'l top. Uni mashinalari, uylari bor. Xohlasang uyligan bo'lishing mumkin. Xohlasang mashinali. Mana shundan kelish kerak edi-da, azizim. Qo'lingdan keladimi? Yog'ini menga qo'yib bering. Ko'ramiz. Bopman. Sen ham borsang bo'lardi, qizlarni raqsga tushishini qaragan. Yo'q, kerak emas. Qaraysiz. Yaxshi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Zo'r. Zerikib qolmadinglarmi? Siz kelgunizcha yo'q edi. Qayoqqa? Qo'limni qo'yib yuborsiz. Ha, meni to'g'ridan ko'rib o'tiraman deng. Xo'sh, nima ichyapsizlar? Ha? O'zim sizlarga quyib beraman. Marhamat. Oling. Sizni sog'lig'ingiz uchun. Men ichmayman. Bu yerda ichadiganlar o'tirishibdi, ichmaydiganlar uyida uxlashyapti, azizim. Turing, o'ynaymiz. Aqalli shu ish qo'lingizdan kelar. Dilshod, bu yoqqa kel. Hozir. Olib ket buni oldimdan, meni asabim buzyapti. Bo'ldi, xo'p.
men bilan yurishingga to'g'ri keladi. Qani, ketdik. Sekin. Shoshilmasdan. Mobodosiga kerak bo'lib qolsam, shu yerda bo'laman. Xo'p. Sen o'tirasanmi? Mayli, men ketdim. Bo'pti. Mayli, yaxshi o'tir. Yaxshi yetib ol. Nima bo'ldi? Namuncha buning ziqna bo'lmasa. Aytdim-ku senga qo'lingdan kelmaydi deb. Hozircha makrimni ishga solganim yo'q. Shu kungacha Yo'q-e? menga bironta bola yo'q demagan. Kel undan ko'ra o'tir. Bilasanmi? U do'stim uncha-munchasiga bo'yin egmaydi. Ko'ngli toza bola. Ochki taqib qo'liga kitob olib varaqlab o'tirish kerak. Ketdik, xafa bo'lma. Yur, maza qilib o'ynaymiz. Mana shu bolani o'zimniki qilmasam, Zarina otimni boshqa qo'yaman. Ko'ramiz. Alo? Alo. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. O'g'lim, yaxshimisan? Sizni mashinangizni ko'rgandek bo'ldim ko'chada. Men hamkorlar bilan yuribman. Haydovchim bo'lsa kerak. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Alo. Uncha shovqin. Chetroqqa chiq. Alo, men keldim. Hozir. Chiqdingmi? Hozir. Meni kuttirib qo'ymagin, qiz. Xo'p. Tez-tez chiq. Xo'p. Zerikib qolmadingmi? Meni borib keladigan joyim bor. O'ynaymiz. Qani? Kuttirib qo'ymadimmi? Ketdikmi? Ketdik. Yuring ichkariga. Qiladigan ishlarim bor.
Nima? Meni sog'inmadingizmi? Kecha ham osh yedik. Bugun yana osh yesak g'alati emasmi? Kechagi osh boshqa. Bugun boshqacha bo'ladi. Shunaqami? Dadasi. Saronoz maktabga borishni xohlamayapti. Tinchlikmi? U kim xafa qilmabdimi? So'ramadingmi sababini? Onasini menga aytmadi. Shu desangiz, o'zingiz maktabga borib gaplashib ko'ring demoqchi edim. Yaxshi. Borib gaplashib ko'raman. Bo'pti, kech bo'ldi, uxlaylik. Ol qizim. Hech narsa yemading. U bu narsalardan yegin? Yo'q, oyi, yedim. Qizim, bo'ldimi, yemaysanmi? Yo'q, yeb bo'ldim, dada. Ketdingmi maktabga? Rostdan ham borasizmi men bilan? Boraman. Hozir sumkamni olib chiqing. Xo'p, bo'la qol. Alo. Alo, Sodiq, ukam, qayerdasan? Pochchangni olib ketib qolishdi, tezroq kelgin. Nima? Tezroq kelgin, uyimga hammasini tushuntirib beraman, jon uka. Hozir. Tinchlikmi? Nimadir bo'ldimi? Tinchlik. Ketdikmi, dada? Ketdik. Ilohim, meni ishlarimiz o'ngidan kelsin. Allohu akbar. Ketdik. Bo'pti, mayli. Tinchlik bo'lsin. Ko'rinishing ancha yaxshi. Senga bir gap aytmoqchiman. Bu gapni hozir aytmasam, keyin ayta olmayman. Qudrat aka, men bu yerga ishlagani kelganman. Senga aytmoqchi bo'lgan gaplarimni bilsayding. Mayli. Dada, o'g'ani o'rtog'imni ko'ryapsizmi? Har kuni dadasi o'qishga olib kelib ketadi. Siz qachon shunaqa olib kelib ketasiz? Dada, sizga aytyapman, eshityapsizmi? Ha, eshityapman qizim, eshityapman. O'zi, o'qishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Hech kim seni xafa qilmayaptimi? Yo'q, dada, hammasi yaxshi. Alo. Alo, ukam. Ha, opa, tinchlikmi? Qayerdasan, tezroq kelmaysanmi? Pochchangni olib ketishdi dedim-ku, kela qolgin. Seni kutyapman. Bo'pti.
Hozir yetib boraman. Tezroq kelmasang bo'lmaydi, jon uka, yuragim yorilib Xo'p. ketadi hozir. Qizim. O'qishingga ozgina qoldi. U yoqqa o'zing yetib olgin. O'zi sizga har doim ishingiz muhim. Opa, yig'lamasdan dona-dona gapirsangiz-chi. Nima bo'ldi o'zi? Aytyapman-ku. Nima bo'ldi pochchamga? Yig'lamang. Ertalab choy ichib o'tirgandik. Pochchangni formali odamlar olib ketib qolishdi. Sizga aytgandim-a, opa. Shu pochchamni qadam bosishlari yaxshi emas deb. Qayerga olib ketishdi o'zi? Shahar prokuraturasiga deyishdi. Bo'pti, yig'lamang, hozir yetib boraman. Kela qachon uka kutyapman. Xo'p, yetib boraman. Assalomu alaykum. Bo'shmisiz? Chilonzorga. Yo'linmasdi-yu, mayli o'tira qoling. Namuncha millaysan, tez-tez yo'q. Kiringlar, tezroq bo'la qolsalar. Tez-tez ustoz kerak. Mana kiryapmiz-ku. Klassga qatib boramizmi? Qo'lingni tut. Sen unga vazifani qildingmi? Qani o'tirdik. Qanaqa uyga vazifani? Sen unga vazifani bajardingmi? Yo'q, bajarganmi yo'q, senchi? Darsdan qolgansiz. Hech narsa qilmaydi. Bu qani? Men bilmadim. Berib boring. O'zim aytdim. Yo'q, men ham ko'rmadim. Nega hamma shoshiladi? Nega ketdi? Здравствуйте. Здравствуйте. O'tiringlar. Sarnoz qizimiz, nega oxirgi partiyaga o'tirib olganlar a'lochi qizimiz? Keling, oldiga o'tirib oling. Keling. Ustoz, bugun shu joyda o'tiravering. Keyingi dars o'zimni joyimga o'taman. Mayli, keyingi safar o'zingiz joyingizga o'tirib oling. Xo'p. Nimaga xafasan? Kimdir xafa qildimi? Yo'q, hech kim xafa qilmadi. Oldinga qarayur. Xo'sh, uyga vazifalar tayyormi? Menga qarang, kecha kelgan bemor qaysi palataga joylashtirildi? Jonlantirish bo'limiga. Ahmedov Baxtiyor. Jonlantirish bo'limiga. Ahvol qalay? Jonlantirish bo'limiga. Tushuntirib gapir, nima u jonlantirish? O'zingizni bosib oling. Aralashma. Bosh miya o'simtasi deyilgan, bosh miya gipofiz bezida katta o'simta bor deyilgan, 18 mm maniki. Keyin menda ko'p sudurgi bo'lardi, sudurchining bo'lib qolgan edim. O'zim yo'qotib qo'yardim, til ketib, tirishish, shunaqalar bo'lar, holsiz bo'lardim. Boshim juda kuchli og'riq bo'lardi, hatto sajda ham qila olmay qolgan paytlarim bo'lganda. Men bu Halila mahsulotini 3 oydan beri iste'mol qilib kelyapman. Natija juda ham yaxshi, o'zim kutgandan ham a'lo darajada. Shu boshda ko'ngillanadi, bu men hech qanaqa unaqa bo'lmadi. Men hatto bunga qiziqib ham ko'rmadim, ichida nima giyohlari boriga, chunki astoydil ixlos qildim bu narsaga. O'sha meditsina tomonidan davo topa olmadim men, to'g'risini aytaman. Menga doktorlar o'sha operatsiya keyin ximiya nur beramiz deyishgan, men bu narsaga rozi bo'lmadim. Shifo Allohdan ekan. Men alhamdulillah ichyoman, hozir yaxshiman. O'zim yaxshi his qilyapman-da. Natijasi yaxshi yomon emas. Chunki o'zimga bilinyapti, bemalol sajda qila olaman, namoz o'qiy olaman. Oldingidan ancha yaxshi ahvolim. Xudoga shukr qilaman.